Hop, avvalambor assalomu alaykum hammaga. O'tgan darsimizda bot fazer orqali Telegram bot so'zat qilishni o'rgandik. Endi bu safar o'zimiz yozgan, qo'lda yozgan Python kodlarimizni serverlarga host qilishni o'rgataman. Bugun biz tekin hostingdan foydalanaman. Uni Telegram guruhimizga tashlab qo'yapman. Xo'p, biz bu yerda pythonanywhere.com saytidan foydalanamiz. Bu saytga birinchi kirganimizda shunaqa menyu ochilganda biz start running python online in less than a minute degan knopkasi bor. Shuni bosib o'zimizni ro'yxatga o'tib olamiz. Endi bu yerda so'rayapti, qanaqa plandan foydalansan deyapti. Oyiga $10 bor ekan, keyin $500 planlar bor ekan. Pastroqda bizga tekin versiyasini taqdim qiladi bu saytimiz. Bizga hozircha beginnermiz, shuning uchun tekin versiyasidan foydalansak bo'laveradi. Endi create a beginner account bosamiz. Bu yerga bosib o'zimizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar, o'zimizning ma'lumotlarimizni kirgizishimiz kerak. Bu yerga username so'ralyapti. Username'ga o'zimning familiyamni yozyapman. Bahromov 1 qilib qo'yapman. Endi bu yerga o'zimizni Gmail'imiz, keyin bu o'zimizga password yozishimiz kerak. O'zimizga password yozishimiz kerak. Hop, tasdiqlanadi menimcha. Register'ni bosdik. Bu yerdan the two password files didn't match. Demek and confirm that email at last just. Tak. Demek o'zimiz Google password taqdim qiladigan paroldan foydalanib qo'yamiz. Bu yerga password o'zimiz parol yozdik. Endi registratsiya qilamiz. Endi bu yerda aytayapti, sarang qo'yamiz. Almost there, a confirmation link was sent to your@gmail.com. Hop, bu yerda emailingizga xabar yuboryapti. Mana emaildan xabar kelgan. Emailda kelgan xabarda mana bu linkni ochamiz. Bu linkni ochganimizdan so'ng biz akkauntimiz yaratiladi. Bizda tanishtirib bo'ladi. Boshida bizda enter bosib qo'ysak bo'ldi. Endi birinchi qiladigan ishimiz har doim o'zimizga fayl yaratib olamiz bu yerdan. O'zimizga fayl yaratib olamiz. Misol uchun bot degan fayl toping. Browse fayl qilishimiz kerak edi. Browse fayl orqali endi o'zida tayyor fayl bo'ladi. Bu faylga o'zimizda botimiz yuklasak bo'ladi. Biz birinchi bot yuklashdan avval bu yerda web bo'limiga o'tamiz. Yo'q, avval birinchi kutubxonalarni o'rnatib olganimiz yaxshi. Birinchi konsolga o'tsak. Konsol hamma kutubxonalar o'rnatilgan deyapti. Demak, hamma kutubxonalar o'rnatgan bo'lsa, webga qaytaveramiz ekan. Web bo'limiga o'tgandan keyin bu yerda biz add a new web app tugmasini bosib, bu yerdan next qilamiz. Endi o'ziga kerakli bo'lgan frameworkni tanlang, o'zi ishlatadigan frameworkni tanlang deyapti. Biz Flask tanlaymiz. Biz Flask frameworkini ishlatamiz. Endi Pythonning eng oxirgi versiyasi, ya'ni Python 3.13 versiyasini tanlab next, bu yerda o'zgartirish kiritmay qo'yamiz. Next bosamiz. Hop, bosganimizdan so'ng biroz kutsak, o'zimizda tayyorlanadi. Nima deydi? Bu botimiz faylimiz tayyor bo'ladi xullas. Endi fayl tayyor bo'lgandan keyin endi biz qiladigan ishimiz files bo'limiga o'tamiz. Files bo'limidan bu yerda my site ni tanlaymiz. My site'ga kirsak, o'sha biz yozgan flaskapp.py nima deydi? Kodlarimiz, faylimiz turgan bo'ladi. Endi bu kodlarni, ichidagi kodlarni o'chirib tashlab, o'zimizdagi tayyor kodlarni yuklaymiz.
o'zimizdagi tokenni almashtirib olamiz. Token almashtirib olganimizdan keyin bu kodlarni saytga yuklaymiz. Yuklagandan keyin save qilamiz. Xo'p, save qilganimizdan keyin bu yerda hech nimaga tegmaymiz. Tushunarli bo'lyapti darsiz? Hech narsaga tegmasdan yana orqamizga qaytamiz. Faylga qaytamiz. Open bash console turibdi. Mana shu konsolga o'zimizga kerakli bo'lgan kutubxonamizni o'rnatishimiz kerak. Men buni hop Telegram guruhimizga tashlab qo'yaman. Konsol ochilgan bo'lsa, konsolga mana shu buyruqlarni yuborsak, biz konsol ishga tushiradi hamma narsani. Hop, bu yerda aytayapti, already certified plus allaqachon o'rnatilgan deyapti fayllar. Demak, bizda hamma fayllarimiz allaqachon o'rnatilgan ekan. Endi asosiy menyuga qayta olamiz. Asosiy menyuga qaytib, hop, bu yerdan web bo'limiga o'tamiz va reload bahromi 1 plus shu tugmani bosamiz. Bu tugmani bosib biroz kutamiz. Endi kutganimizdan so'ng biz bu yerda botimizni endi webhook qilishimiz kerak. Webhookda keyinchalik nimani tushuntirib beraman. Ungacha mana bu link tashlab qo'ygan bo'laman. Shu linkda brauzerga yangi oyna ochib, endi bu yerga biz token deb yozib qo'ygan joyimga tokenni kiritamiz. Bu tokenimizni yozamiz. Token yozgandan keyin username degan joyga o'zimizning username'imizni kiritib qo'yishimiz kerak. Va enter qilamiz. Bizga JSON formatda javob qaytarish kerak. Mana. Okay, true. Result true. Plus webhookimiz o'rnatildi. Endi bu sahifani qaytadan yangilab turib, demak biz bu yerdan bu faylni yangi menyuda ochamiz. Yangi menyuda ochib, endi flashga o'tamiz. Flashimiz files bo'limidagi my site'da qoladi. Ovozim yaxshi kelmayotgan bo'lishi mumkin, chunki mikrofonimiz hozir yonimizda emas edi. Flashga qaytsak, hamma narsa ishlayapti. Xo'p, hamma narsa o'rnatilib bo'ldi. Endi bot hozirdan ishlayotgan botimizga start bosadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, botimiz chiroyli ishlayapti. Demak, bu yerda yozilgan kodlar bo'yicha hamma narsa to'g'ri ketgan. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi.